Assalomu alaykum YouTuberlar va YouTube'ga qiziqadiganlar. Men Elbek Nabiyev. Bugun navbatdagi Amerikan YouTube yo'nalishini ko'rib chiqamiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Bundan avval 9 ta cho'tki darslik chiqarganman va hammasini telefonda o'rgatyapman. Bemalol bepulga to'liq o'rganib olishingiz mumkin. Bugungi yo'nalishimiz Sprung yo'nalishi bo'ladi. Amerika yo'nalishlarida ichida eng mashhurlardan biri. Musiqa yo'nalishiga kiradi va telefonda qilsa bo'ladi. Juda ham oson va istalgan yoshdagi, istalgan insonlarga mos keladi do'stlar. Bu yo'nalishni obzor qilishimizdan avval sizlarga hozir bitta narsani tavsiya qilib o'tmoqchiman. O'zim Telegram kanalimni tavsiya qilib o'tmoqchiman sizlarga. Telegramdan Elbek Nabiyev deb yozing yoki kommentariyadan, kanalda profildan va opsiyasiyadan topishingiz mumkin. Bu kanalda men juda ham ko'p Amerikan yo'nalishlari haqida ma'lumot beraman. Shogirdlar natijasini tashiyman. Mana shogirdlarimiz allaqachon 100 minglab prosmotrlarni urishyapti. Kanallar tez orada pul ishlashga ulanadi va kursimizda o'qiyotgan shogirdlarga ham juda ham kursimiz ma'qul kelgan. Bemalol sizlar ham qo'shilib atzivlarni o'qishinglar mumkin. Sprung yo'nalishini avvaldan 300 ta like bo'lsa chiqaraman degandim. 300 ta reaksiya bo'ldi. Xullas bemalol bu yoqda foydali narsalarni olishinglar mumkin va YouTube kanallar uchun raqam tasdiqlab berish xizmatimiz ham va professional Amerikan kanal ochib berish xizmatimiz ham bor. Videoda ishlatilgan materiallarni ham shu kanalga tashlab qo'yaman. Xo'p do'stlar, ovozga e'tibor bermaymiz, biroz shamollaganman. Ko'ramiz, mana 2 hafta ichida 290 mingta prosmotr olibdi. Juda ham yaxshi natija. Qanaqa video ekan do'stlar? Videoni ko'ramiz. Mana bu ting-ting musiqa aytishni boshlayapti. Hammasi jo'r bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, sekin-sekin tanlaydi. Mana bu joylar bor-ku, telefoningiz orqali mana shu musiqalar bitta-bitta bosasiz, betiga kiyilib qoladi ustiga va o'sha tovushni chiqaradi bular. Mana sal o'tkazamiz, allaqachon musiqaga aylanib ketgan. Ko'ryapmiz, bu juda ham yosh bolalar uchun yoqimli musiqaga aylanib ketgan, kommentariyasi ham aktiv va bunaqa kanallar bemalol $1000 dan $3000 muammosiz ishlaydi do'stlar. Va bunaqa kanallar juda ko'p, bunisini ham ko'rishingiz mumkin. Siz bu yo'nalishda 3 minutdan 10 minutgacha video qilishingiz kerak bo'ladi. Previewlarni mana shu kanallarda qilsangiz bo'ladi, chiroyli qilib yoki o'yinda o'zidan screenshot qilib olsangiz ham bo'ladi do'stlar. Endi bu yo'nalishda qanday qilib telefonda qilish mumkinligini CapCut orqali ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Demak, telefonda davom etamiz. Buning uchun biz Sprungni o'yinini o'ynashimiz kerak. Buning uchun biz ekran zapis qila olamiz. Mana bu Az Screen Recorder degan ilova bor. Buni Play Market yoki App Store orqali yuklab olishingiz mumkin. Va Sprungni o'yinlar kerak bo'ladi bizga. Play Marketga Sprung Incredibox deb yozamiz. Va mana har xil Sprungni o'yinlari bor do'stlar. Mana shunaqa o'yinlarda o'ynab, bemalol videolar qilsa bo'ladi va bu yerda ham har xil o'yinlari bor. Lekin bu o'yinlarda juda ko'p reklama chiqadi va pullik narsalar yopiq bo'ladi. Men bularning mod versiyasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bepulga yuklab olsangiz bo'ladi. Undan tashqari original sayti ham bor Google'da. Sprunky Game deb yozsak, mana chiqib keladi. sprunky.org degan sayt. Bu sayt orqali ham biz Sprunky o'yinini o'ynasak bo'ladi. Ekranni kattalashtiramiz va Play Now deb bosamiz. Va shunday qilib sekin-asta boshlanadi. Sayt orqali ham bemalol bu o'yinda o'ynab zapis qilib olishimiz mumkin, lekin internetingiz yaxshi bo'lmasa sayt tavsiya qilinmaydi. O'yinini esa men sizlarga tashlab qo'yaman Telegram kanalimga. O'sha o'yinda o'ynab yozib olishimiz kerak bo'ladi, ekran zapis qilib. Men hozir ekran zapis qilib olganman, o'zim o'ynab, CapCutdan montajini ko'rsataman. CapCut Pro'dan foydalanaman. CapCut Pro'sini ham Telegram kanalidan topasiz. Barcha pullik versiyalari ishlaydi va muhimi anonsi chiqmaydi, CapCut logosi chiqmaydi. Ne videoni bosaman va ana shu zapis qilib olganimni tanlayman. Men kompyuter orqali o'ynab zapis qilib olgandim. Mana tashlab oldim do'stlar. Sizlarda ham xuddi shunaqa chiqadi. O'yinni bu yoqda o'ynab ko'rsatganman. Mana bu pastda tanlaydigan narsalar bor, har xil instrumentlar. Bularni mana bu tepadagi narsalarga shuna kiydirib qo'yamiz, ustoshga o'xshatib va ular musiqa aytishda boshlaydi bitta-bitta. Shuna oborasida ustiga shuna kiydirib qo'yasiz va hammasi har xil cholg'u asbobga aylanadi. Bu yoqda mana qo'rqinchli versiyalari ham chiqib keladi. Shu qora versiyalar o'ynashib bo'ladi.
Musiqalari ham sho'x, lekin bu qo'rqinchli versiyasini o'ynashni tavsiya qilaman. Shunaqa yorqin, bolalarning psixologiyasiga zarar keltirmaydiganini o'ynanglar do'stlar. Va montaji juda oson. Keraksiz joyini kesib tashlaysiz, ovozini baland qilib turib, bu yoqdan o'tkazib turib, reduce noise bor, mana shu o'chiq turasizlarda yoniq tursin, ovozdagi shumlarni tozalaydi. Pulishni bosib o'sha o'yindan o'ynagan paytingizda eng qizig'i joyini skrinshot qilib olasiz. Mana shunga o'xshatib, buni birinchi 5 soniyasiga tashlaysiz, 0.5 yoki 3 soniyaga ham tashlaysiz. Ustidan overlay qilib turib, green screenda tashlaymiz. Haligi 3-2-1 deganda. Mana shu 3-2-1 deganda videoni boshlashdan beri shunaqa bo'lish kerak, qiziqroq bo'ladi. Chroma keyni bosib, bu yashil rangni yo'qotamiz. Va mana endi qaraymiz. Pastdagi bilan tepadagi uni uzunligi bir xil bo'lishi kerak, rasm bilan. Endi ko'ramiz. Va bizning o'yinimiz boshlanadi. Qiziqarli qilib o'ynanglar iloji boricha. Asosan bitta musiqa. Qarang, ustidan hech qanaqa musiqa tashlamaysiz. Shundoq musiqali o'yin va bu o'yinda musiqasiga avtorskiy prava tushmaydi. Mabodo tushidan qo'rqsangiz, bu yoqdan ovozini o'zgartirsangiz bo'ladi. Videoni bosib turib, audio effectsni bosib, har xil ovoz effektlari bor. Xohlaganingizni tanlab qo'ysangiz, ovozi o'zgaradi do'stlar. Shunaqa qilib, hozir bitta 1,5 minut siz kamida 3 daqiqadan 10 minutgacha o'ynaysiz. Va tepadan Full HD, ya'ni 1080 piksel, 30 fps va pasini bitrate 20 qilib yoki 30 qilib chiqarasiz. Exportni bosib yuborasiz. Save to advanced bossangiz saqlanib bo'ladi. Hurmatli YouTube'ga qiziqadigan insonlar, men sizlarga YouTube'da o'rganishni tavsiya qilmoqchiman. Men 2026-yilda shogirdlarimni ko'paytirishga qaror qildim va YouTube Start 0 dan kursiga asos soldim. Bilamiz, ko'pchiligimizda kompyuter yo'q va qimmat kurslarda o'qish uchun sharoit yo'q. Shuning uchun men 0 dan telefonda o'zi orqali professional kurs ishlab chiqdim va narxi juda ham arzon. Bu kursda siz YouTube haqida 0 dan o'rganasiz. Amerika YouTube'da barcha sirlarni o'rgataman. Dizayn yasash, to'g'ri kanal ochish, material topish. Bu yerda o'qib chiqsangiz bo'ladi. Telegramdan menga aloqaga chiqib, Gmailni to'g'ri ochib, professional dizayn yasash, mualliflik huquqidan himoyalanish, avtorskiy pravani yo'qotish, Swift hisoblarini ochish, AdSense va operatsiya haqida ham to'liq ma'lumot beriladi. Bankdan pul yechgunizcha hamma narsa o'rgatiladi. YouTube sirlari, nakurt ko'rish, jonli efir qilish, katta daromad sirlari va eng zo'r yo'nalishlar o'rgatiladi. Hech kimning kursida yo'q bo'lgan yo'nalishlar, trend, nishalar, Roblox, Minecraft, Education, Asmr, Gaming va bundan ham zo'r 50 tadan ko'p darslar bo'ladi do'stlar. 24/7 qo'llab-quvvatlash bor, shaxsan o'zim bilan savol-javob guruhi bor, butun umr va haftada bir jonli darslar bo'ladi. Kanalda siz bir marta to'lov qilib, butun umr qolasiz, har oy pul to'lamaysiz. Kursimiz 497 ming so'm, lekin skidkada 397 ming so'm bo'lyapti. Dollarda to'lamoqchi bo'lsangiz 34 dollar. Tezda ulgurib qolishni tavsiya qilaman. Adminga yozing. Menga shogird bo'lmoqchi bo'lsangiz, ulgurib qoling. Agar qanaqa dars o'tadi desangiz, YouTube kanalimdagi boshqa darslarni ko'ring. Va agar sizga dars o'tishim ma'qul kelsa, rostdan ham yaxshi tushuntira olgan bo'lsam, albatta yoziling, chunki tepangizda ustoz tursa, ancha tez natija qilasiz. Bo'lmasam 1-2 yil umringiz o'tib ketib qolishi mumkin. Demak, kursda hammani kutaman, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi safar qanaqa videoni chiqaring, kommentariyada yozib qoldiring.